Mishaycha, trend snimayo. Yaxshi qiz. Normal qizga o'xshayapsiz-da. Kuppa kunduz to'g'ri qilib qilsangiz bo'lmaydimi? Ayla, Ibrat Azamotovmisiz? Vloger, Ha. bayner, qo'shiqchi. Topdimmi? Ha. Anamni aytgansiz, ey do'st. Keyin odammasman qol desamni aytgansiz. Bugun kuning seni sevgilimni aytgansiz, ha? Siz xohlaysizmi qo'shig'ingizga ham trend javob beraman. Yaqinda bilasizmi kimlar chiqdi? Munisa Rizayeva chiqdi, Shohruxxon chiqdi, очередga turibdi. Lekin siznikini biz очередga o'tkazib yuboraman. Qanday? O'ynab, manamnaylar qilib. Hop. Ana, dvijeniyalarni ko'ryapsizmi? Ana shunaqa zo'r dvijeniyalar qilib beraman sizga. Yo'qdimi? Ha, ko'rinib turibdi. Mayli, как раз bitta yangi qo'shiqim chiqdi, Sog'indi dil degan. O'shanga bitta trend olib ko'ring-chi. Hozir bir kaptarxona 10 minut aylanib keling, hozir trendni yoramiz. Ketdim, taxlab turing, ketdim, o'tirib turing o'sha yerda. Ibrat Azamatov, mana taqvili ko'ring, baho bering. Trendmi? Ha? Ha. Bersado kutmoqdaman, sensiz dardlar yutmoqdaman. Butun shahar uyquda, bir men seni kutmoqdaman. Berasandan dardlarim, bu shaharga hasratlarim. Yo, zo'r chiqdi. Zo'r manda u. Zo'r, faqat hech qayerga qo'ymang, xo'p, Instagramga hech qayerga qo'ymang. Bo'pti. Tushunmadim. Ey, o'q kabutar, to'xta bera. To'xta dedim men senga. Hol buni men Instagramga qo'yaman, rekka chiqib ketadi. Qo'ymaganingga pushaymonlaysan. To'xta, men ko'zingga tiqaman. To'xta! Sog'indi dil mehringni,